Assalomu alaykum Fikrat muxlislari. Demak, ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Hozirgi boshlaydigan ko'rsatuv haqida men bir narsani iltimos qilgan bo'lardim. Hech bir ko'rsatuvga bunday iltimos qilmaganman. Lekin bu ko'rsatuvda bu iltimosni qilaman. Ya'ni bu ko'rsatuvni iloji boricha ko'proq tomoshabinlar ko'rish kerak bo'ladi, chunki bugungi kunning juda ham dolzarb mavzularidan biri hisoblanadi. Ko'proq insonlarga ulashadigan bo'lsak, bu foydali bo'ladi. Bu mavzu ma'lumotlarga bog'liq. Ma'lumotlar bo'lganda ham shaxsga doir ma'lumotlar va ularning bu ma'lumotlar bilan bog'liq yangi davrga kirib kelayotganimiz va ularning huquqiy tus olayotganligi, yuridik normalar bilan, ya'ni qoplanayotganligi va bu sohadagi bir vaqtning o'zida imkoniyatlar va xavflar masalasini ko'ramiz va ko'rsatuvimizning oxirida va eng muhim qismida demak bugun ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan Verum Law firm advokatlari Jahongir aka Mutaliyev va Iqboliddin aka Ketmonovlardan tavsiyalar olamiz. Ya'ni mana shu demak ko'rsatuvimizda iloji boricha butun bir kartinani hosil qilib demak xulosalar qilishga harakat qilamiz. Iqboliddin aka, Jahongir aka, xush kelibsizlar. Va men xursand bo'layapman. Ya'ni Fikrat loyihasida o'sha bugungi huquqiy amaliyot bilan bog'liq ko'rsatuvlarning ko'payayotgani. Ya'ni vaqtingizni ajratib, bilamiz vaqtingiz ziq, deylik juda ham ko'p sud amaliyotlari bor, ishlaringiz ko'p, lekin shu bilan birga aholining huquqiy madaniyatini oshirishda ham qatnashayotganlaringiz juda ham qadrli. Shuning uchun ko'rsatuvning boshlanishidan rahmat deb qo'ymoqchiman. Iqboliddin aka, Jahongir aka, ikkalangizga ham savol. Nazariy masalalar, ya'ni oldin shaxsga doir ma'lumotlar, umuman ma'lumotlarning yuridik toni, yuridik ko'rinishi qanday edi-yu va unga qanday ta'rif berilardi va biz hozir qanday davrga kirib kelyapmiz, mana shular haqida to'xtalib o'tsangizlar. Assalomu alaykum. Avvalo rahmat taklif qilganlarga. Endi haqiqatan ham asosiy maqsadlarimiz aholini huquqiy savodxonligini oshirish va bu orqali mamlakatimizni rivojlanishiga hissa qo'shish, noxush holatlar, ya'ni korrupsiya holatlarini oldini olish, suiiste'molchiliklar oldini olish. Albatta bu huquqiy savodxonlik oshmaguncha u masalada yutuqqa erishishning imkoniyati yo'q. Bugungi kundagi tanlagan shu mavzuyimiz shaxsga doir ma'lumotlar. Bugun bu qonun 2019-yilda o'zi qabul qilingan bo'lishiga qaramasdan mana 2025-yilda oxiri kelyapti. U darajada aktual, bir nazorat qilinuvchi soha emas edi. Lekin mana hozir raqamlashtirish kuchaydi. Prezidentimiz tashabbus bilan raqamlashtirish ilg'orlashyapti. Endi ham ko'proq mablag' ajratilyapti. Sun'iy intellekt kirib kelyapti. Raqamlashgan tijorat rivojlanyapti. Elektron savdo rivojlanyapti. Elektron savdo tabiiyki ana shu uning ishtirokchilarini shaxsga doir ma'lumotlar to'planadigan baza bugungi kunda. Biz hozirgi kunda endi raqamlashtirish tomonidan qarayapmizki, lekin bu shaxsga doir ma'lumotlar qadimdan bo'lgan, oldindan bo'lgan. Lekin bu daraja katta e'tibor berilmagan. Hamdagi sababi u bilan bog'liq jinoyatlar o'ziga ko'p bo'lmagan. Shaxsga doir ma'lumotni olib chiqib sotish, sharmanda qilish holatlari juda ham kam edi. Lekin bugungi kunda odamlar ijtimoiy tarmoq, raqamlashtirish, umuman internet sohasini umrining katta qismiga aylandi. Tabiiyki endi bu qonunga bo'lgan munosabat ham o'zgardi endi. Kimda o'zgardi? Birinchi navbatda davlatning shu vakolatli idoralarida o'zgardi. Ya'ni o'zini fuqarolarini yoki fuqarolik bo'lmagan shaxs, har qanday fuqaro bo'lsa ham uning shaxsga doir ma'lumotlarini tarqalib ketib, uning sha'niga yoki aytaylik davlat manfaatlariga ziyon etadigan holatlarni oldini olish uchun qonunlar qabul qilishni boshlandi. Aytaylik, shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun 2019-yili 2-iyulda kuchga kirgan bo'lsa-da, lekin ana shu shaxsga doir ma'lumotlarni oshkor qilganlik uchun javobgarlik 2022-yil 31-yanvarda qabul qilindi, kuchga kirdi. Mana ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 46.1.2 moddasiga qo'shimcha kiritildi. Shaxsga doir ma'lumotlarni
shu oshkor qilish bo'yicha hamda jinoyat kodeksi ham 141.2 moddasi qo'shildiki, ya'ni shaxsga doir ma'lumotlarni ma'muriy javobgarlik qo'llangandan keyin ham yana takrorlan o'sha shaxsga doir ma'lumotlarni oshkor qilinadigan bo'lsa jinoyat javobgarligi belgilab qo'yildi. Endi ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlar sirasida turibdi hozir, lekin agar bu turdagi jinoyatlar og'ir oqibatlar keltirib chiqarishni boshlasa, agar odamlar ushbu shaxsga doir ma'lumotlar bilan ishlash bir usullarini, tartibini bilmasa, o'ylaymanki, bu modda bilan javobgarlik keyinchalik juda ham ko'payib ketib qoladi. Kimdir haligi suiiste'mol qiladigan odamlar ham bor, jinoyat kodeksi moddalarini, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks moddalarini. Bu shaxsga doir ma'lumotlar asosida odamni aybdor qilish esa juda ham oson. Sababi hali bizning fuqarolarimiz shaxsga doir ma'lumotlarni to'plash, aytaylik uni yoki u bilan ishlash, shu ma'lumotlar bilan tarqatish haqida to'liq tushuncha hali yo'q. Nima bo'ladi? Masalan, ishxonada mana ishlayapsiz, ishchi xodimlaringiz bor, bular shaxsga doir ma'lumot yozishga majbursiz, buyruq chiqarasiz. Lekin ana shu ma'lumotlar qanday yig'iladi ishxonada, qanday saqlanadi, u qanday taqdim qilinadi, uni bilmaydi. Bilmagan odam tabiiyki bitta tekshirishda ma'muriy javobgarlik tatbiq qilinaveradi. Ma'muriy javobgarlik jazosi ham yengil emas, summasi juda og'ir, 7 baravargacha ba'zi hisoblash miqdorini, yuridik shaxslarga esa даже 40 barobar, 50 baravargacha, 50 baravargacha jazo bor. Juda katta jazo deganida bu. Jinoiy javobgarlik esa bitta xatti-harakat bilan jinoiy javobgar bo'lib ketish xavfi bor. Shuning uchun bugungi mavzuni tanladik. Hamdaka buni o'ylaymanki bitta mavzuda emas, bir nechta mavzuda ochib tushuntirib berish kerak. Sababi endi bundan buyog'i har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt, davlat tashkiloti bo'ladimi, davlatniki bo'lmaydimi, mana shu qonunga bo'ysungan holda o'zining ish tartibini yo'lga qo'yish shart. Agar buni yo'lga qo'ymasam nima bo'ladi? Aynan shu qonunda ko'rsatilgandek mansabdor shaxslarni tayinlash, ularni zimmasiga yuklash, ya'ni shaxsga doir ma'lumotlar bilan ishlashni o'rgatmasam nima bo'ladi desa, unda tekshirish bo'ladi, jarima bo'ladi, javobgar bo'ladi, jinoiy javobgarlikka borishi mumkin va agar bu ma'lumotlar ikkinchi odamga taalluqli bo'lgan odamlarga og'ir oqibatlar keltirib chiqarsa, demak boshqa javobgarlar ham kelib chiqishi mumkin. Jahongir aka, juda ham to'g'ri gaplarni aytdingiz. Iqboljon akaga savol berishdan oldin ayrim masalalarga to'xtalib o'tmoqchiman. Ya'ni oldinlari shaxsga doir ma'lumotlar qog'ozda va arxivda bo'lardi. Qog'ozda va arxivda bo'lardi va siz arxivga yetib borishingiz uchun ma'lum bir byurokratik bosqichlarni bosib o'tishingiz kerak edi. So'rashingiz kerak, unda ham vaqt kerak va uni olish masalalari bo'lardi va shaxsga doir ma'lumotlar statik edi. Statik, ya'ni bir joyda turadi va uni borish uchun atrofi byurokratiya bilan o'ralgan edi. Va yangi davrga keldik va shaxsga doir ma'lumotlar nafaqat statik ko'rinishdan o'zgardi, dinamik ko'rinishga o'zgardi, ya'ni tirik ma'lumotlarga aylandi. Balki shaxsga doir ma'lumotlar bir vaqtning o'zida nafaqat davlatda o'zimizda ham turibdi hozir. Masalan, o'sha Gov.uz portaliga kirganimda, hattoki bu masalalarni yaxshi tushunsam ham, har bir kirganimda yangi ish joyimni ko'rsatayotgani meni hayron qoldiradi. Ya'ni masalan qaysi mehnat shartnomasini tuzaman, lekin Gov.uzga aytishimning nimasi hojati ham yo'q. Shu yerda ko'rsatyapti. Ya'ni qanchadir jarimangiz bor, deylik qandaydir javobgarlikka tortilganmisiz, hammasi avtomatik tarzda yig'ilar ekan, bir vaqtning o'zida ham davlatda, ham menda shu bilan birga dinamik. To'g'ri. Xohlagancha tortishing mumkin, xohlagancha berishing mumkin. Shu nuqtai nazardan umumiy olganimizda, ya'ni ko'rsatuvning kirish nuqtai nazaridan biz ma'lumotlarning statik davridan dinamik davrga keldik va bir vaqtning o'zida bu juda ham katta imkoniyat beryapti. Bu haqda fikrlaringiz bor, tegmoqchi emasman. Lekin shu vaqtning o'zida juda ham katta xavfni ham tug'diryapti. Va fuqarolarimiz bu haqida, ya'ni ma'lumotlarning dinamik va o'zida ham ma'lum bir ma'lumotlar turganligini mas'uliyatini zimmasiga olmas ekan, u javobgarlikka ham tortilishi mumkin. Shu bilan birga pulidan ham mahrum bo'lishi mumkin. Shu bilan birga obro'sizlanishi ham mumkin. Va o'zga shaxsga ziyon yetkazishi ham mumkin. Va o'zga shaxsga bilmay ziyon yetkazishi ham mumkin. Shuning uchun biz shunday bir davrga kirib keldikki, tabiiyki bunday ko'rsatuvlar juda ham muhim. Shuning uchun men bu mavzuni aytgan paytingizda, bu dolzarb, jiddiy va bu ko'rsatuv kamida bir 10 ta ko'rsatuv tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Iqboljon aka, mana shu davr haqida sizda qanday fikrlar bor? Ya'ni nazariy masalalar bo'yicha. Assalomu alaykum. Haqiqatan Hamid aka, mana dinamik va statik to'g'ri o'xshatish. Ikki davrga bo'lsak, 1990-yillar
shaxsning ma'lumotlari va bugungi kunga. U davrda yuqorida aytilgandek, asosan shaxs o'ziga xos ma'lumotlar bosqich davrdan bosib o'tgan. Kerak bo'lsa, ma'lum bir hududda yashaganda shaharga borish uchun unga pasport olib qo'yilgan. Ha. Avval davrda qishloq hududda yashaydiganlarga pasport berilmagan. Esir davri Esir aytyapman. boshlanish davrlari. Ular shunaqa aholi jon soni kerak bo'lganki, ko'chib ketib qolmasin deb pasportlargacha berilmagan. Qachonki ma'lum bir sabab bo'lsa pasport yozilardi va borib foydalanib kelardi. Mana shaxsga doir ma'lumotlarning ilk ko'rinishi. Ha. Shundan boshqa ma'lumot bo'lmagan va yuqorida aytgandek, agar qishloq sovetlariga borsak, ma'lum bir hujjatni olish uchun katta daftarni ochadi-da, arxivdan familiyangizni ko'tarib ko'chirma berardi. Ha. Ma'lumotlar u daraja keng emas va sizni ish staji, siz haqingizda ma'lumot va yashash joyingizdagi ma'lumot bo'ldi, shu bilan cheklanardi. 2019-yilga keldik. Bu davrda mustaqillikka erishdik va asta-sekin hayotimizga internet kirishdi. Raqamlashtirish kerak kela boshladiki, shaxsga doir ma'lumotlar nima o'zi degan savol tug'ilishdi. Aslan nima o'zi? Nima o'zi? Uni bir ko'rinishi mana tinglovchilarimiz ham aytishi mumkinki, hatto Telegramdagi profilga qo'yilgan rasmdan boshlandi shaxsga oid ma'lumot. Profildagi rasm bu siz haqingizda ma'lumot, ya'ni siz haqingizda qandaydir bir ma'lumot beruvchi har qanday raqamli, rasmli, yozma ma'lumot yoki ovozlik bu sizni shaxsiy ma'lumotingiz, sizga shaxsga oid ma'lumotlar kiradi. Demak, o'sha profilga erkin ko'rishdagi rasm ham, telefon raqami ham, siz ish joyingizdan iborat ma'lumotlar boshlandimi? Bu raqamlik. Raqamlashtirish davriga kelgandan keyin 2019-yilda hamkasbimiz e'tirof etdi, lekin ko'p sohalarda davlat raqamlashtirishga xohlasa-xohlamasa o'tishga majbur bo'lyapti. Tibbiyot sohasini olaylik. Aytayaptiki, har bir tuman hududiy poliklinikalarda yashovchi fuqarolarning sog'lig'ini bo'yicha ma'lumotlar raqamlashtirilsin. Oldingi kartotekadagi qizil sariq papkalardan voz kechaylik. Chunki biror bir falokat bo'lsa, suv toshib u yerda tabiiy ofat bo'ladigan bo'lsa, ma'lumotlar bazasi yo'qoladi deyapti. Sen qayta tikla olmaysan. Demak, buni raqamlashtirish orqali o'sha shaxslarning tibbiy ma'lumotlari raqamlashyapti. Uning yoshidan tortib tibbiy ko'rsatkichlargacha ana shu ma'lumotlardan iborat va boshqa bir ko'rinishdagi ma'lumotlar, pasport, yuqorida aytilgan ma'lumotlar, bank ma'lumotlari, sog'liq haqidagi, ish staji, bankdagi xohlasak xohlamasak turli xil kredit tarixi, turli xil bazalarda bizni ma'lumotlarimiz shu tariqa kengayib ketdiki, agar ma'lum bir ilovalar bo'lmasa jamla olmaymiz. Mana MyGov.uz yoki Soliq.uzda zo'r bir tarafi bor, hatto pravezgacha ko'rinadi-da. Pravez bor, pasportingiz bor, ish stajingiz bor, daromadlaringiz bor. U ham yaxshi bir prilojeniyya bo'lib chiqdiki, hamma ma'lumotlaringiz mavjud. Soliq qarzdorligingiz ham. Ana shu orqali siz xohlasangiz xohlamasangiz raqamli ma'lumot dunyosiga kirib ketdik. Endi uni himoya qilish avvalo o'zimizga talab qo'yilyapti. Agar o'zimiz raqamli ma'lumotlarimizni himoya qilib, oddiy Telegramda 2 bosqichli kod qo'ymas ekanmiz, to'satdan telefonimiz yo'qolib qoladi. Biz uni tashqi ta'sirdan kirishda himoya qilish uchun parol qo'ymaganmiz va yoki 4ta bir qo'yganmiz. 4ta bir qo'yib qo'yganmiz. Demak, ma'lumotimiz qo'ldan ketdi. U ma'lumotlar bazasida biz nafaqat o'zimizni shaxsimizni yo'qotamiz, oilamizga bo'lgan qanaqadir tayzg'oq ostida qolish mumkin, ma'lumotlarimiz ishlov berish mumkin. Gollivud ijodkorlaridan Sandra Bullock ijrosidagi Звонок degan qo'ng'iroq degan kino borda. Ana shunda bitta notanish qo'ng'iroq orqali u butun ma'lumotni hacker egallaydi va uchinchi shaxs paydo qiladi u qiz nomida. Ma'lumotlarni egallab, u qizni o'zini qidiruvga berib, yo'q insonga aylantiradiki, shaxsiy ma'lumotlar hammasi raqamlashganligi va tasodifan bitta knopkani bosib qo'yganligi va uni ehtiyotsiz oqibatda vaziyat qurboni bo'lib qoladi. Bugungi kunda tasavvur qiling, butun ma'lumotingizdan hakkerlar ehtiyotsiz orqali oldida va sizni uchinchi shaxsga chiqarib qo'ydi. Ya'ni rasmning o'zi yetarli. Va bir vaqtning o'zida xuddi mana shunaqa agar biz himoyalanmaydigan bo'lsak, masalan, yoki huquqiy bir qoidalarni bilmaydigan bo'lsak, ichki ishlar idoralariga borguncha ham odam saxir bo'lib qolishi mumkin-da. Qandli diabet bo'lib qolishi mumkin. Nimaga chaqirdi meni deb. Shuning uchun bugun bu raqamli menlik degan bo'ladi. Ya'ni har birimizning istamizmi raqamli ko'rinishimiz bor. To'liq bizning hamma o'lchamlarimiz, ya'ni biologik o'lchamlarimiz, bo'yimiz qancha,
og'irligimiz qancha, qanday kasalliklar bilan kasallanganmiz va shu bilan birga biz qanday lavozimlarda ishlaganmiz va kimmiz degan masalada raqamli ko'rinishimiz bor. Shuning uchun mana shu narsani biz endi raqamli egizagim bilan nima bo'layapti degan savol hamisha bo'lishi kerak. Raqamli egizagim bilan, demak, raqamli qismingizga qilingan zarba o'zingizga qilingan zarbadan karrasiga og'irroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men aytgan bo'lardimki, aziz aziz Fikrat muxlislari, bu juda ham muhim. O'ta muhim masalalar hisoblanadi. Jahongir aka, ikkinchi, ya'ni ko'rsatuvimizning ikkinchi muhim yo'nalishi bugun O'zbekiston Respublikasida va agar ma'lumotlar bo'lsa butun dunyoda shaxsga doir ma'lumotlar, umuman ma'lumotlar qanday qonunchilikka kirib kelyapti va shuning o'ziga xos xususiyatlari haqida to'xtalib o'tsangiz. Umuman bugungi kunda aytib o'tgandek, raqamlashtirish davri keldi, odamlar soni ko'paydi va shaxsga doir ma'lumot bilan odamlarni nima deymiz, haligi tovlamachilik qilish imkoni ham paydo bo'ldi. U haqda ma'lumot o'zi sizda, mana kinolarda ko'ramiz-ku, oddiy qilib tushuntiraylik, bir aytaylik, bir qandaydir qotil bo'ladimi yoki bir yomonlik qilmoqchi bo'lgan odam deylik, bir odamga yomonlik qilmoqchi bo'lsa, uni o'rganadi. Obdon, oldin bunaqa ma'lumotlar yo'q edi internetda, iloji yo'q, oylab, kunlab, soatlab poylab o'tirish kerak edi, keyin uni o'rganiladi. Soat nechidan nechaga nima ish qiladi, qanaqa qiladi. Hozir bu esa odamlar o'zi xohlab ijtimoiy tarmoqlarga qo'yyapti, blogerlarga a'zo bo'lyapti, u yerda har qancha gaplar bo'lyapti. Ana shu ma'lumotlar dunyoda bo'lyapti, bitta O'zbekistonda bo'lmayapti-ku. Biz ham bolam hammadan kechroq boshlagan. Hammadan emas, nisbatan kechroq deylik, ularga nisbatan, lekin oz tenglashib oldik ketish bo'yicha. Shaxsga doir ma'lumotlar biz dunyoda aylanayapti, o'z bilibdi, dunyoda aylanyapti, kerak bo'lsa chet elda ham borib doktorlarga ko'rinish kelishyapti. O'zbekiston fuqarolarining ma'lumotlari. O'zbekiston fuqarolari ma'lumotlari. Qolaversa, mana hozir bilamizki, asosiy data sentrlarimiz yo'q bizda. Facebookda qancha narsa yozyapmiz, Telegramlarda yoki ijtimoiy haligi sun'iy aql bilan qancha gaplashyapmiz, unga sirlarimizni aytyapmiz. U hamma ma'lumotlar borib Amerikada joylashgan data sentrlarga tushyapti. Hatto sun'iy intellektga savol bersangiz ham, yo'q, bu seni ma'lumotlaring maxfiy, hech kimni ola olmaydi deydi. Keyin men savol berdim, agar tergov doirasida kerak bo'lib qolsa-chi dedim, unda olsa bo'ladi deb. Ko'ryapsizmi? Demak, haqingizda ma'lumot GPT aytayaptimi yoki GPT aytayapti. GPT aytayapti. Mana Amerika qonunchiligi bo'yicha boshqa narsa aytayaptiki, yo'q, juda ham qattiq saqlanadi, hech ham bermaydi hech kimga, deyapti. Keyin tergovga zarurat tug'ilib qolsa, mamlakat xavfsizligi tug'dirsa desa, hatto bir oy saqlanadi xolos degandan keyin aytayaptiki, ha, unda olsa bo'ladi deyapti. Qarang, ChatGPT o'zi aldayapti. Go'yoki bir oy saqlanadi xolos, keyin sen haqida ma'lumotlar saqlanmaydi deyapti. Men keyin aytayaptiki, vaqtlar o'tib, qandaydir xavfsizlik nuqtai nazaridan zarurat tug'ilib qolsa nima qiladi desa, unda olsa bo'ladi hukumat zapros bilan deyapti. Qarang, demak bo'ladi, ma'lumot turibdi. Endi buni biz chet eldagi ba'zilarda uni talab ham qila olmaymiz, kerak bo'lsa, huquqiy besodxonligimiz ham kam u masalasida. Lekin qanaqa usullar bilan bizga ta'sir qilayotganini ham bilmaymiz-da. Hatto bu haqda bilimimiz yo'q, tajribamiz kam. Biz men haqida ma'lumot nima qilardi deyishimiz mumkin oshib ketsa. Lekin mana hozir aytib o'tilyapti-ku, o'zim aytdingiz-ku, yo'q odamni bor qilib bera olyapti, bor odamni yo'q qilib bera olyapti. Mana qaysidir asarni tarjima qilib yoki mehnat qilib kiritdingiz. Umuman naligi shaxsizlantirib yubordi. Siz nomingiz yo'q qo'yardi bu kitobdan, xuddi siz mehnat qilmagandek bo'lib qoldingiz. Keyin talashing, mana yillar davom talashingiz foydasi yo'q. Bu narsa biz bu yana ham rivojlangan nizolarda endi bunga yetib kelamiz albatta. Chunki biz ko'rmagan nizolarga bugungi kunda yetib keldikmi, bundan keyin yetib kelamiz. Bu u tomondan olib qaraydigan bo'lsak. Shu kungacha mana aytaylik, haligacha davom etayotgan mana shu qonunga zid keladigan qanday amallar qilib kelyapmiz degan savol qiziqtirsa, kirgan ish joyingizda misol uchun obyektiv degan narsa berasiz, to'g'rimi? Berardik. Hozir ham beryapti, kimdir talab qiladi. Hali ham u ish beruvchiga bog'liq. Lekin Go.uz'da turibdi. Ana shu sizniki bor, lekin o'ris Rossiya davlatdan qolib ketgan odat bor, qarindosh urug'imiz haqida ham yozamiz. Otamiz, onamiz, turmush o'rtog'imiz, akamiz, opamiz, singlimiz, farzand, qaynotamiz ham yozamiz. Yaqin qarindoshlar bo'lganligi uchun shu haqida ham ma'lumot ber. Lekin bu qonunga asosan biz bu ma'lumot talab qilish bizdan. Bunga hech kim ahamiyat bermagan shu kungacha. So'rasa berib kela olganmiz. Chunki ular ham shaxs-ku, to'g'rimi? Ular ham shaxs-ku, ularga oid ma'lumot biz ochib yuboryapmiz. Bo'lib ham bu ish yuzasidan ochyapmiz. Agar shaxsiy masalada bo'lsa, bu boshqa masala. Lekin kasbga doir bo'ldimi, ishga kiryapmizmi? Aytaylik, oddiy firmaga ishga kiryapman, qorovul bo'lib deylik. Menga obyektivga olib keling deyapti. O'zim haqida ma'lumot yozib bordim. Lekin buni orqasida qarindoshlar, yaqin qarindoshlar haqida ma'lumot bo'lish kerak deb talab qilish o'zi qonun buzish boshlandi, shunday ko'ryapsizmi?
Buni bilmasdan talab qo'ydi. Aytaylik men shu kadrni bilan HR xodimini yomon ko'raman, qandaydir yomonlik qilmoqchiman. Bilaman bu qonundan xabari yo'q yoki o'zim bordimda, sekin bir orqasiga haligi ilovalar ham qilib berdim. Qo'shib, qarindoshlarim qo'shib berdimda, keyin borib mana topshirdim. Keyin borib ariza qilib berdim ustoz mendan ortiqcha ma'lumot yig'ib oldi bu odam. O'zidan tashqari oila a'zolari haqida yig'ib oldi. Mendan shu shaxsga doir ma'lumot so'radi. Orqasida oila a'zolari haqida ham ma'lumot bo'lsin dedi. Deb turib bu o'sha ma'muriy javobgarlik to'lab. Qarang, bitta harakat bilan, qilmagan harakat bilan, tuhmat bilan bir odamni kamida 30-40 ba'zi hisoblash miqdorida jarimaga tushirish mumkin. Poylab turib uni jinoyat javobgar qilgisi keldi endi. Bir yil o'tmasa poylatda boshqa odam orqali esdan chiqadi, yana kiritadi, ya ariza qiladi. Qarang, qanaqa qurolga aylanishi mumkin bu. Shu xavotirlar bo'lganligi uchun odamlar hammasi ham yaxshi emas-ku, hamdaki yomon odamlar oramizda borligi uchun shuning uchun bu mavzuni ko'tarib, odamlar xushyorlikka chaqiraylik, qonun ijrosiga chaqiraylik. To'g'ri aytasiz, bu juda ko'p mavzu, buning ichida hali aytadigan rosa ko'p. Biz yo'l qo'yayotgan xatolar juda ham ko'p. Blogerlar deymiz, mana qanchadan qanchasini o'zini muxlislarini millionlab turibdi. Ma'lumotlari. Uni to'playapti, uni to'playdigan operator yo'q uni обработка qilishni bilmaydi, saqlashni bilmaydi. Ertaga hali hammasi qarabsizki, boshqa datada saqlayapti. Potensial ma'muriy javobgarlikka tortiluvchi shaxslar deganida bu. Shuning uchun bu mavzu to'g'ri, buni davlatimizni vakolatli organlari ham yugurib borib hammani javobgar qilayotgani yo'q. Bugun shunaqa huquqiy savodxonlikni oshiringlar deb aytilyapti. Mana biz chiqdi ekan, boshqalar ham haqida gapiradi, lekin bora-bora bu narsa ishga tushadi endi. Bir yildan keyin balki boshlanib ketar. Qani bu yoppasiga kelib tekshirib, korxonaga kiradida xodimlar haqidagi ma'lumotlar qanday saqlayapsizda? Biz tekshirib qo'yaylik buni deyish huquqi bor. Shunday kirgandan keyin qarasa, bir haligi tizimlashtirilmagan, ichida keraksiz ma'lumotlar yozibdi, qanchadan qancha kompyuterda turibdi. Himoyali kompyuter turibdi, parollanmagan, hech qayerdan o'tmagan. Men bilmayapman edi. Bo'pti, bir marta jarima to'lang, keyin bilib olasiz, ketaveradi ular. Vazifasi shu. Lekin ana shu jarima ham summasi juda katta bo'lganligi uchun hozirdan kirish kerak. Bunday ma'lumotni saqlashni o'rganishimiz kerak umuman. Jahongir aka, rahmat. Mana shu Nurbek aka aytgan bo'lardim. Hozir Jahongir aka aytgan qismi umuman har bir savolni alohida ham berishimiz kerak. Tez ko'riladigan 4-5 daqiqalik berilgan javoblarni. Jahongir aka haqiqatdan ham o'zi aslida umuman bizning huquq oilamizda huquqning vujudga kelish dinamikasini ko'radigan bo'lsak, huquq pretsedenti degan bizlarda huquqning manbasi bor. Endi bu huquq pretsedenti anglosaksonda asosiy manba. Bizda analogiya sifatida foydalanamiz. Analogiya sifatida, ya'ni ma'lum bir pretsedent vujudga keladi, bizda ham huquqqa aylanadi. Xuddi shunaqa narsa bu. Masalan, mana Covidga o'xshaganday narsa, bizlarga bog'liq bo'lmagan holatda bir pretsedent vujudga keldi. Bundan jahonda ham chetda turib qolib ketmaysan, hammaning ustidan bir o'tadi axborotlashuv va tabiiyki huquqiy pretsedent vujudga keldi va huquqiy pretsedentga birinchi ta'sirlanadigan huquqiy pretsedentdan bu yuridik soha. Demak, biz aslida bugun o'sha 2019-yilda shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonundan oldin prezident farmonlarida, farmoyish va qarorlarida, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va nizomlarida, ya'ni qonun osti hujjatlarida, undan keyin qonunda, undan keyin kodeksda va konstitutsiyada ko'rdikda. Ya'ni huquq manbalarining to'liq bir siklini bosib o'tdi. Ya'ni bu pishib yetilgan ijtimoiy huquqiy munosabatlar hisoblanadi. Agar qachonki pishib yetilmagan degan bo'lardik, qaysidir huquqiy o'sha qonun osti hujjatlarda ko'rinsa. To'g'ri. Masalan, deylik, mana Covid haqidagi nimalar, qonun osti hujjatidagi normalar deylik hozir qaysidir ma'noda o'lik normalarga aylanadi ma'lum bir muddatgacha, chunki Covid o'tib ketdi. Chunki munosabat yo'q. Ijtimoiy munosabat yo'q. Lekin raqamlashuv o'tib ketmaydi. Bu kuchayadi. Kuchayadi. Nafaqat o'tib ketmaydi, bu keyingi aniq aytish mumkinki, keyingi 100 yillikning trendi. To'g'ri. Uchinchi shaxs paydo bo'lyapti. Yangi shaxs paydo bo'lyapti. Va bizlar hozir huquqshunoslar o'ylayapmiz, bu subyektmi, bu subyekt emasmi? Subyekt bo'lsa qanday belgilar bo'lishi kerak? Ya'ni individning nimalarni bilardik bizlar, belgilarini, yoshi bor, biologik xususiyatlari bor, aqli rosa, aqli norosa degan narsalar bor. Va hokazo, ya'ni fuqarolik huquqining subyektida boshqa belgilar, mehnat huquqining subyektida boshqa belgilar, jinoyat huquqining subyektida boshqa belgilar. Hammasini o'zgartirib yubordi. Ya'ni nazariy jihatdan butunlay ya'ni huquqiy fundamentlarga ta'sir ko'rsatganligi hattoki odamni hayratga soladi. To'g'ri. Odamni hayratga soladi. Shuning uchun Iqbolning aka mana shu to'liq spektr
ya'ni qonunosti hujjatlardan konstitutsiyagacha yetib borishi bilan bog'liq munosabatlarning o'ziga xosligi bo'yicha o'sha fikrlaringiz bo'lsa yaxshi bo'lar, aynan qonunchilik qismi bo'yicha. Albatta, ayniqsa shaxsga oid ma'lumotlarni daxlsizligi birlamchi o'rinda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasida mustahkamlab qo'yilgan. Ya'ni aynan 2023-yil 30-aprelda yangi tahrir qilingan Konstitutsiyaning 31-moddasida nima deyapti? Har bir insonning shaxsiy hayoti daxlsiz. Shaxsi va oilaviy sirga ega bo'lish huquqimiz bor. O'z sha'ni, qadr-qimmatimizni himoya qilish huquqimiz bor. Bu qonun bilan kafolatlanadi. Shu o'rinda har kim yozishmasi, telefon orqali so'zlashuvlari, pochta va elektron xabarlar sir saqlash huquqiga egamiz. Ya'ni haqqimiz bor sir saqlashga. Ushbu huquqni albatta cheklanish faqat qonun bilan va sud qaroriga asosan belgilab qo'yilgan. Endi shu o'rinda har kim o'zining shaxsiga oid ma'lumotlarni himoya qilish huquqiga, himoya qilish emas, himoya qilinish huquqiga ega. Bu mana shu to'g'ri o'qilish kerak mana. Himoya qilinishi huquqiga ega. Chunki himoya qilish bu men tomonidan himoya qilish huquqim bor. Himoya qilinishi esa bu davlat tomonidan, ya'ni men shaxsiy ma'lumotlarni ishonib topshiruvchi subyektlar tomonidan himoya qilinishini so'rashim va ular himoya qilinish huquqiga ega. Bu qonun belgilayapti bizga. Ya'ni asosiy qonunda aytilyapti, konstitutsiyada aytilyapti. Bu bosh qomusimizda ko'rsatilyaptiki, shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlovchi va biz ishonib topshirilgan o'sha algoritmga mavjud tarmoqlardagi yuritayotgan operatorlar yuklayapti. Himoya huquq berilyapti, himoya qilish. Ko'pincha advokatlik zapros bersak, shaxsga oid ma'lumotlar 10-moddasiga ko'ra mumkin emas deb beradi. Uchun shaxs haqida so'rasak, mumkin emas dedi. Bir qatorda shu orqali himoya qilishi balki ta'minlaganda tuyuladi. Yoki shaxs tomonidan noto'g'ri ma'lumotlarni o'z haqida kiritilgan raqamli ma'lumotlarga noto'g'ri ma'lumotlarni tuzatilishi, o'z to'g'risida qonunga xilof yo'l bilan to'plangan yoki huquqiy asosga ega bo'lgan ma'lumotlarni yo'q qilinishini so'rash, talab qilish huquqiga ega. Qonunda beryapti. Chunki raqamlashtirish deganimizdan keyin sog'liqni saqlash, bank va boshqa sohalarda biz haqida ma'lumotlar kiritiladi va ayni paytda xato bo'lsa uni o'zgartirish yoki yo'q qilish, talab qilish huquqi qonun bilan belgilandi. Birinchi konstitutsiya bilan shu tartibga yo'l qo'yildi. O'z o'rnida bu qaysi qonunga ilova qilinyapti? Ya'ni shaxslarga oid to'g'risida ma'lumot, shaxsga oid ma'lumotlar to'g'risida 2019-yil to'g'risida qonunga amal qilyapti. Yuqorida aytilgandek, bugungi kunda jamiyatimizda aliment, oilaviy ajrim, nafaqa olish bilan tartibga soluvchi qonunlar ko'proq bo'lganligi va ko'proq munosabat yuzaga kelganligi ko'pchilik biladi. Lekin uning aynan qonunda qanday huquqiga ega, qanday majburiyatga ega ekanligi hanuzgacha hali ham xuddi koronavirus esga solgandek o'lik bo'lib qolyapti. Nima uchun bizga bu ma'lumotlarni sir saqlanishi muvofiq? Mana siz oddiy ishga kirish bo'yicha bitta ma'lumotni aytdingiz. Lekin biz o'zimiz ma'lumotlarni qo'shqo'llab taqdim etayotgan holatlarimiz bor. Birinchisi, kredit olish uchun kredit papkasini to'plab beramiz. Bir qancha hujjat ilova qilamiz. Lekin banklardan kredit olish rad qilindi deyiladi, papka qaytarib berilmaydi. Meni ma'lumotlarim qayerda qolyapti? Yoki kim kafolat beradi meni ma'lumotlarimni uchinchi shaxs amaliyotda bu bo'ldi, kredit olinishiga. Yoki o'qishga yoki ishga suhbatdan o'tish uchun men hujjatlarimni yig'ib berdim. Va ma'lumki ili o'tdi, ili o'tmadi. Lekin bu baza qayerda qoldi? Kim kafolatli? Yoki men qurilish kompaniyalaridan uy sotib olmoqchi bo'lib, o'zimga oid ma'lumotlar bilan shartnoma qildim. Balki oldim, balki ola olmadim. Xo'p, bu ma'lumotlar qayerda qoldi? Men so'rayotgan misoli chet elda xuddi shunaqa amaliyot bo'ldi. Shaxsga oid ma'lumotlar hamisha pul turgan. Qaysi bir idoralar, qaysi bir jinoiy uyushmalar bu ma'lumotlar pul evaziga sotib olib, aynan ularda sog'lig'i strafovkasi bo'yicha, tibbiyot ish strafovkasi bo'yicha bu ma'lumotlar orqali ular hayotga kirgan. Demak, biz bu ma'lumotlarni qayerda saqlab kelyapmiz, qayerga tashlab kelyapmiz? Bu endi nimaga biz bunchalik beparvoliymiz? Masala ya'ni. Ular qachon yo'q qiladi buni? Yo bizga qachon qaytarib beradi? Ko'pchilik o'qishni bitirgandan keyin hujjatlarni ham o'talmasa, abituriyent davridagi ma'lumotlarni olyaptimi? Biz qachonki o'zimizni ma'lumotimizga hushyor bo'lmas ekanmiz, oqibatini bizchalik himoya qilish talab qilmasak, oqibat bilan kurashuvchi idoralarga qo'l kelgan u kech bo'ladi. Ma'lum bir yutqizishlarga erishamiz.
aholining juda ham muhim masalalar, aziz Fikrat muxlislari, tinglovchilar. Bu masalalarda o'ylanish kerak. Bo'lmasa butunlay hozir hamma tarafimiz ochiq qolib ketishi mumkin. Bizning ma'lumotlarimiz bu resurs ekan, resurs. Buni pullash mumkin, manipulyatsiya qilish mumkin, jinoyatga sherik qilish mumkin, kreditiga sherik qilish mumkin sizni. Ha? Mana shular bilan bog'liq ekan, biz endi Jahongir aka informatsion gigiyena desak bo'larmikin buni? Informatsion gigiyena qaysidir ma'noda. Mana hozir aytib o'tyapsiz, men o'tirib o'ylayapman-da, juda yaxshi narsani aytdingiz. 21-asr raqamlashgan, hamma narsani yasa olish mumkin bo'lgan davrda yashayapmiz. Kinolarni xonadan chiqmasdan dunyo haqida kino olib qo'yilyapti-da. Bitta odam haqida ma'lumot deganda faqat ism sharif emas, aytibdi-ku, qaysi payt qayerda edi? Mana jinoyat haqida ochayotgan payt birinchi alibis so'radi. Falon paytda soat 9:10gacha qayerda edingiz dedi. Men u paytda misol uchun falon joyda edim desa, o'tda alibis o'tdi, ozod bo'ldingiz. Lekin aynan sizni shu jinoyat sodir etgan qilib ko'rsatmoqchi bo'lsa, sizni vaqtingiz o'rganish qiyin emas. Ana shu vaqtni moslaydi. Siz vaqtingizni uni vaqti qayerdan oladi desa, kim bu internetda o'tiribsiz. Qaysi vaqtda o'tirganingiz olish aniq, hakerlar kirishi mumkin. Sizni vaqtingizni mo'ljallaydi, jinoyat sodir etadi, sizga yuklab qo'yadi, video tasmalaringiz ham chiqadi. Keyin mana isbotlab bering, siz tuyamasligingiz deydi-ku. Shuning uchun bu hozir nihoyatda muhim ishga aylandi. Bitta mana jinoyatchilik oshish haqida aynan shu shaxsga doir ma'lumotlar ustidan nazorat qiluvchi organlar nazoratni yaxshi vaqtida o'rnatmaganligi uchun bo'lib o'tgan kelib chiqqan jinoyatlar haqida axborot bermoqchiman. Kuni kecha prezidentimiz kiber jinoyatlar haqida hisobot berdilar xalqqa. Qarang, kiber jinoyatlar o'tgan davrda 68 barobarga oshibdi. 68% ga emas, 68 barobarga oshibdi. 46 mingdan ortiq jinoyat sodir bo'libdi kiber jinoyatlar sohasida. 1.2 trillion so'm pul talon-toroj qilinibdi. O'ylang, bugungi kunda 31 milliondan ortiq odam internetdan foydalanar ekan. Jahongir aka, bu qaytarilmagan pullar haqida gap ketyapti. Bu hali pullar qaytarilgani yo'q. Hozir endi prezidentimiz aytayaptiki, mana qonunga mantiqanda bu biz bankka o'zimizni pullarimizni qo'yayotganimizda yoki biz ishxona bilan shartnoma qilib mana kartada pullarimiz turganda, baribir bankda turibdi-ku. Bank bizga muayyan karta berdi. Bu senga xavfsiz kartam, puling menda turadi. Shu orqali ishlata olasan. Men kafilman seni pullaringga degan mazmunda biz kartani qo'limizga oldik. O'zi shu bank shotidagi raqamlarni ko'rib turamiz. Ha, turamiz, qancha pulimiz qoldi ko'rib turamiz. Lekin pullar o'g'irlandida bankka borsang, men bilmayman deydi. Qonun bo'yicha kim javob beradi unda? Mayli, biz qonunga ishandik. Nima uchun bu qonunlar ko'tarish zarurat tug'ildi? Kecha kuni prezidentimiz banklar javob bersin deb to'g'ri talab qo'ydilar. Nimaga javob bermaydi banklar? Bu fuqarodan shuncha pulingni saqlab beraman deb bundan foiz olyapti, tranzaksiyamizdan pul olyapti, bu pulimizdan turgancha foyda olyapti. Nimaga lekin keyin ziyon ko'rganmiz, hech kim buni ko'tarmaydi. Nimaga Markaziy bank ko'tarib o'zi to'xta, bu shaxsga doir ma'lumot chiqishga kim aybdor? Bank aybdormi o'zi? Bank kiber xavfsizlik choralarini ko'rganmi? Qanchalik ko'rganmi xavfsizliklarini degan savol nimaga Markaziy bank shungacha bermadi hech kimga? Yoki bergan bo'lsa nimaga bizga oshkorlashmadi? Mana hozir qancha odamlar, men o'zim bilgan odamlar bor, yurist hattoki. Mencha organlarda bo'lsa ham hayratlanmayman. Huquq nazorat organ xodimlaridan ham bunaqa kartalardan, oila a'zolarining kartalaridan pul yechilgan bo'lsa ajablanmayman. Qarang, bizning huquqiy savodxonligimiz yetarli darajada bo'lmaganligi uchun biz murojaat qilishni ham bilmadik hech kimga, birovni sudga berishni ham bilmadik. Hech bo'lmasa bo'lib Markaziy bankdan meni palonchi pulim o'g'irlandi. Iltimos, mana shu bankda xizmat tekshiruv o'tkazing. Kiber xavfsizlik bo'yicha ko'rib bering, bankda ayb bo'lsa javob bersin. Bankda aybi bo'lmasa tergov organlari surishtirsa qanday pulim? 50 ming so'm pul bo'lsa ham. 50 ming so'm. 10 ming bo'lsa, jinoyatku bu o'zi. O'ylang 1.12 trillion, salakam 1 milliard dollar deganda. O'ylang, ana shu 1 milliard dollar o'g'irlanmaganda hamtiga qancha biz iqtisodiyotimizga qo'shsak bo'lardi bu pullarni? Yoki bo'lmasa oilalarning cho'ntagida qolsa ham, bo'lsa qancha yaxshi ishlar bo'lardi bu pullar uchun. Lekin mana bugungi kunda masala ko'tarildi. Hatto yana prezidentga chetda borgandan keyin bo'lyapti ko'p narsa. Mana qonun o'zi bor edi, bu kecha paydo bo'lgan qonun emas bu. Bu 6 yildan beri qonun bor edi, lekin shu qonunni olib ishlaydigan organ demak o'zining vazifasini to'liq bajarmadi deb hisoblayman men. Mana endi hozir odamlarni huquqiy ongi, huquqiy savodxonlik oshgandan keyin hozir yoppasiga bank tekshiringlar, ko'rib beringlar, nimaga men pulga kuyishim kerak degan savolni beradigan bo'lsa, bu hozir qancha mehnat, qancha ish bu to'g'rimi? O'tkazib yubordi, ancha vaqt o'tkazib yuborib, mana elektron pullar bilan ishlaganimiz boshlashimizga 10 yil bo'lgan bo'lsa, 10 yildan beri o'g'irlatgan pullarimizni ko'radigan bo'lsak, savol beraylik, kim aybdor bunda? Jahongir aka, mana biz o'sha universitetda men ma'lum bir muddat moliya huquqi va bank huquqidan ham dars berganman va bilamanki, bank siri to'g'risidagi qonun bor. Bor.
Demak bu eskirdi-da bu qonunlar hozir. eskirdi. Yo eshitdingizmi o'zgartirish bo'yicha? Hozir men yaqin orada eshitmadim. Yo'q. Bank siri to'g'risidagi qonunga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritganligi to'g'risida. Bugungi kunda raqamlashtirish nuqtai nazaridan kelib chiqib bunaqa o'zgarishlar ko'rmadim men hali. Yoki bo'lmasa tadbirkorlik to'g'risidagi qonun tadbirkorlik siri to'g'risida nimalar bor, moddalari borda. Demak, umuman olganimizda nima desak bo'lar ekan? Bir paytlar biz aytardik. Iqbolddin aka qonunchilikning ekologizatsiyalashuvi degan tushuncha bor edi o'sha o'qigan paytimizda. Qonunchilikning ekologizatsiyalashuvi, ya'ni jinoyat huquqida ekologik jinoyatlar, ma'muriy huquqda ekologik jinoyatlar, fuqarolik huquqida ekologik munosabatlardagi shartnomalar, oila huquqida deymiz, hammasida bir qator ekologizatsiya bo'lib chiqqan edi va hozir hammasida o'rganiladi va qonunchilikning informatsiyalashuvi deymizmi, mana shunaqa jarayon ketayotgan ekan. Hozir mana shu narsalarni o'ylayapman-da. Ya'ni har qanday ma'muriy huquq bo'yicha ham, jinoyat huquqi bo'yicha ham, fuqarolik va eng asosiysi oila huquqi bo'yicha ham hozir o'ylab ko'radigan bo'lsak, uning informatsiyasi bo'yicha qo'rqmasdan alohida bo'lib kiritish mumkin. To'g'ri. Har bir kodeksga kerak bo'ladi yoki huquq sohasiga. Degan bir hozir mana o'zimni ham anaqalarim o'tayapti-da, ya'ni fikrlar o'tayapti hozir umuman huquq nazariyasi bo'yicha. Iqbolddin aka, sizda qanday masalalar, ya'ni bu aynan shu amaliyotda tatbiq qilinishi hozir Jahongir akam aytgan masalalar bo'yicha, ya'ni qo'shimchalaringiz bo'lsa? Mana yuqoridagi bank siri bo'yicha gap ketdi. Hozir bugungi kunda jahonga nazar tashlasak, dunyo, ya'ni jahon hamjamiyati sun'iy ongga milliardlab pul sarflayapti. Ya'ni hammasining maqsadi inson omili insonni hayotini yana ham yashash uchun qulay qilish. Iqbolddin aka, hattoki trillionlab desangiz ham mubolag'a bo'lmaydi. Maqbul qilish va bu bo'yicha ham biz 2030-yilga top 50 talikka chiqish, ya'ni sun'iy intellekt bo'yicha top 50 ga marrani oldik. Bu degani qalam, ruchka, siyoh chekka chiqdi. Kalkulyator chekka chiqdi. Qo'limizda qog'oz bo'lmaydi, faqat biz va ishlovchi ma'lumot hammasi raqamlashadi. Ya'ni sun'iy ong orqali bog'lanamiz. Demak, yuqoridagi bank siri bilan bog'liq qonun o'zgartirishga muhtoj. Bank siri nima edi? Shaxs mijoz haqida ma'lumot sudning prokuror sanksiyasi mumkin emas. Shuni tushuncha edi, lekin bugungi kunda u sir qanchalik kiber xavfsizlik makonida saqlanyapti. Qanchalik bank mijozning sirini kiber xavfsizlik joyida himoya qilyapti. Biz bergan advokatga so'rov orqali prokuror sanksiyasi yo'q deb oddiy nuqta bilan, bu bank siri emas-da. Bank siri mana bugungi kunda raqamlashtirishda yo'qolayotgan millatlar orqali mijozning manfaatini himoya qilishdagi kurashchi. Plastik orqali ketyapti yoki hali shartnomadagi ko'rsatilayotgan muddat to'lam bo'lmay turib bank tomonidan pullar yechib olinishi. Siz o'sha ommaviy aferetda asosiy qo'l qo'yib qo'yamiz, 50 varaqlik ko'tarsangiz 15-qatordagi 12 shirik bilan ruxsat bo'lgan degan narsani ko'rsatadiki, siz bu payt qarshi bo'lgansiz. Nega meni muddatim kelmasdan turib, meni plastigimdan roziligimsiz 3 kun oldin yechib olyapsan degan savolga javob aytaymi? O'sha kunlar yakshanbaga to'g'ri kelib qolar ekan, shuning oldin yechib olyapmiz deyapti. Shu shaxsga oid ma'lumotlar bilan nafaqat, balki uni hamyoniga bo'lgan ma'lumotlar bilan ishlashda ham avvalo inson omiliga rioya qilyapmizmi? Bu tomonni ham hurmat qilib qo'yish kerak. Jahongir aka, yana bir Iqbolddin aka, sizga ham savol bo'ladi. Mana shaxsga doir bitta ma'lumot bor, shaxsga 10 ta shaxsga oid ma'lumotlar to'plami bor va 100 mingta, millionta ma'lumotlar to'plami bor. Buning huquqiy tarkibi o'zgaradimi mana shu jarayonda? Bir kishiniki va deylik 38 million kishiniki yoki 37 million kishiniki. Juda yaxshi savol berdingiz. O'zi qonunda ham shaxsga doir ma'lumot deganiga har bir shaxs hisobga olinyapti. Har bir shaxs ham bitta shaxs, millionta odam shaxslardan iborat jamoa deb aytaylik. Bitta o'zi qaysi munosabatlarni qonun qamrab oladi degan qiziq savol borda. Qaysi munosabatlar qamrab oladi desa, mana o'zimiz shaxsiy ishlarimiz bor. Mana ikkalamiz tanishdik, do'st bo'ldik, telefon almashdik o'rtada, umuman kasbsiz do'stlar almashdikda yoki qarindoshlar borib, rasmiy nomering ekan, rasmi chiqib tursin menga dedik. Guruh ochdi Telegramda. Guruh ochdi, o'zaro oilaviy bo'ldi, shunday guruhlar bo'lsa, u qonun buni qamrab olmaydi.
shaxsiy aynan ikkita subyektning jismoniy shaxsning o'zaro munosabatlari qarindosh urug'chilik munosabatlari yoki mana to'yga taklifnomalar jo'natamiz siz familiyasini yozib telegramdan berib yuboramiz sizga deb turib meni shaxsimga oid ma'lumotni bu ochiq oydin gruppaga tashlab yubor degan qo'rquv bo'lishi kerak emas. U munosabat qamrab olmaydi bu. Bu ishxonalardagi mana korxona, biznes, maktab, bog'chalarda shaxsga doir ma'lumotlar yig'iladi. Umuman davlat tashkilotimi bo'ladimi, xususiy tashkilot bo'ladimi, ana shu tashkilotlarda ishlovchi shaxslarga oid ma'lumotlar nazarda tutilyapti. Mana aytaylik, mana kasbga doir ishlayapsizda, men telefon qildimda, Hamid aka menga hamkasbingiz Nurbek akani telefon berib yuboring desam, shuni berish haqqingiz yo'q qonun bo'yicha. Oldin Nurbek akadan so'rayman deysiz. Agar Nurbek aka rozi bo'lsa, keyin beraman deysiz. Majburiyat yuklatasiz qonun. Bunga e'tibor bermasdi turib, bo'ldi, biz yomon odam bo'lmasa kerak deb Nurbek akani telefonini berib yuboryapmiz. Nurbek akani telefonini olib, telefon kirdi, bo'ldi, akkaunt shunga bog'langan. U haqda ma'lumot bor, hakerlar oson kirib ketib qoladi. Ya'ni uning telefoni rasmiy hujjatda turganligi unga boshqa huquqiy status beradi. Ha. Shuning uchun bu munosabatdan hozir mana nima uchun buni dolzarb qilyapmiz? Ishxonada ishlayotganlar mana minglab, 50 minglab ishlaydigan ishxonalar bor-da endi. Mana AGMK deymiz, Anglian metallurgiya kombinati, Navoiy metallurgiya kombinati, neft gaz sistemalari 30, 40, 50 minglab xodim ishlaydigan joylar bor. Bu yerda bilmasdan mana do'stonamiz-ku biz deb o'ylaydi. Mana aytdi-ku advokat, do'stlar o'zaro ma'lumot almashsa hech qanday javobgarlik yo'q ekan deyapti. Lekin ishxonadagi hamkasbingizga taalluqli emas bu masala. Shuni esdan chiqarmang. Siz ishxonada hamkasbingiz bilan zo'r aloqa do'st bo'lishingiz mumkin, lekin sizdan so'rayotgan munosabat kasbga doir bo'lganligi uchun qonunga tushib qolasiz doirasiga. Yo bu kasbdan tashqari, ishdan tashqari gaplashyapmiz desa, u boshqa masala. Lekin kasbga doirga aylandimi, ishxonangiz ichidagi odam haqida ma'lumot so'ralyaptimi, demak siz qonunga tushib qolasiz. Ana shu odamdan ruxsat olmasdan u haqida ma'lumot berish haqqingiz yo'q bo'lib qoldi hozirgi kunda. Bu o'zi 2019-yildan beri bor edi. 2022-yanvardan beri javobgarlik bor edi, lekin bu qonunda ishlatadigan hali mexanizmlar, sharoitlar, munosabatlar hali rivojlanmagan edi. Mana endi raqamlashtirish yangi strategiya 2030 bo'ldi. Prezidentimiz alohida qonunlar chiqishini o'zi aytayaptilar, shu qonunlar ishlab chiqaylik. Endi bu dolzarbga aylandi bugungi kunda. Mana kecha dolzarb emasdi, o'tmasdi bu mavzuni. Chunki munosabat o'ta kam, odamlar ko'p munosabatga kirishmaydi. Bu haqda javobgarlik haqida eshitmagan ham. Jinoyatlar ham kam. Kamida hozir endi mana bu da keyingi o'ylaylar yanvardan boshlab 26-yanvardan boshlab bunga o'z alohida buning uchun idora bor, raqamli texnologiyalar vazirligi bor. Va KPIga ham ta'sir ko'rsatadi. Qiladi. Raqamli texnologiyalar vazirligi huzurida axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat, ya'ni Uzcom nazorat degan tashkilot bor. Ana shu tashkilot mana shu sohadagi munosabatni tekshiruvchi tashkilot. Istalgan korxonaga borib, xuddi mana tekshirishlarni ro'yxatga olish kitobidan ro'yxatdan o'tadi, Vazirlar Mahkamasi qarori chiqadi yoki boshqa bo'ladi yoki koordinatsiyaga tushadi, 4 yilda bir marta o'tkaziladiganini kirib, shunday ko'tarilsa, ma'lumotlar hammasi tartibga solinmagan, haligi operator yo'q, bo'yicha buyruq bilan mustahkamlab qo'yilmagan, uni oddiy papkalarda saqlayapti, papkalar ochiq, shkafda ham emas, bir himoyalanmagan, kompyuterga kirsa, haligi kadri degan papka turibdi, ochsa u yerda haligi parol ham yo'q, xohlagan kadr oldi. Bunday odam potensial ma'muriy javobgarlikka tortiluvchi subyekt bo'lib qoldi endi. Jahongir aka, bu yerda yana bir masalani aytib o'taman. Deylik, qarang. Masalan, 1 million odam yoki deylik 10 million farqi yo'q. Juda ham katta massaviy, ya'ni axborot haqida gap ketyapti. Va bu axborotlar o'sha million odamning yoki 38 million odamning ichida, deylik, qurilish tovarlariga yoki bo'lmasa ma'lum bir medikamentlarga ehtiyoji borlarni menga saralab ber deydigan bo'lsa, hattoki mana shu guruhdagi odamlar qanday ta'sirga tushib qolayotganligini ham bilmasi mumkin-da. Masalan, deylik, aytsa, mana shu doriga moyillarni va yoshiga qarab, menga deylik 18 yoshdan 35 yoshgachasi muhim. Jinoiy guruh oldi va bular qayerda ko'p? Qaysi maktablarda, qanday o'zini tutadi, masalan aytadigan bo'lsak, va shularga nisbatan deylik, o'zing bilmaysan, lekin senga jinoiy harakatlarni yo'naltirish mumkin yoki bo'lmasa ma'lum bir tovarlarga seni ijtimoiy tarmoqlarda chiqish orqali nima qilib qo'yishi mumkin? Ya'ni shunga bog'lab qo'yishi mumkin degan masalalarni biz o'ylanishimiz kerak-da. Bu dahshatli narsalar. Yoki bo'lmasa kimdir aytishi mumkin. Menga 18 deylik 30 yoshdagilarning ichida ijtimoiy tarmoqdagilarni tahlil qilib,
ma'lum bir norozilik ruhiyatidagi borlar guruhini topib ber. Saylab ber. Ustun yaqin uchun hech narsa emas. Bir şey so'rab, Ya'ni ochiq-ku, kommentariyalar ochiq-ku, rasmlar ochiq-ku. pul to'lanadigan, boshqa qiladigan, ya'ni juda ham katta pul to'lanadiganlari bor. Shuning uchun men aytgan bo'lardimki, ya'ni bu jihati ham bir tarafdan to'g'ri aytdingiz, data bizlarda emasligi ham jiddiy xavfni tug'diradi. Yoki bo'lmasa boyagi oddiygina ma'muriy masalalar, byurokratik o'sha mehnat bilan bog'liq masalalarni oladigan bo'lsak, agar sizning aytganingizdek 10 minglab, mayli 10 minglab bo'lmasa ham 100 ta, 200 ta, 1000 ta odam ishlaydigan korxonadagi ma'lumotlar chiqib ketadigan bo'lsa, o'sha korxona bilan qanday shartnomalar tuzishda zaifligi borligini aniqlash mumkin. Bundan tashqari kadrlarchi, hozir eng noyob bo'lgan kadrlarchi, buni kimga qanday ta'sir ko'rsatish? Headhunterlar bor hozir, aytaylik, shuncha odamning ichida zo'r fizik yadrshiklarimiz bor, to'g'rimi? Qanday tortib olish? Zo'r izobretatellarimiz bor, ixtirochilarimiz bor. U haqda baribir klublar tashkil qilinyapti. Aytaylik, Fanlar akademiyasida har bir olim haqida ma'lumotlar bor, data sentrlarda bor. Endi hamma haqida ma'lumot to'planadi. Bu ma'lumotlar majbur qog'ozda mana aytayotgandek bo'laka raqamga o'tadi endi. Endi bu raqamni o'g'irlash qog'ozni o'g'irlashdan ko'ra osonroq bo'lib qoldi-da. Qog'ozni o'g'irlash seyfga kirib, olib chiqib ketguncha ancha to'siqlar bor. Lekin bu virtual olamda bo'lib ham data center chet elda bo'lsa, uni qidirishdan hojati yo'q. Mana ko'rdikki, Eronda yaderniligi bombasini masalasida olimlarni qidirildi. Kim ekan bu olimlar, qanaqa olimlar bor potensial. Endi bu davlatning bu resursida bu olim. Xuddi bu biz aqlimiz yetayotgani, kallamizga kelayotgan haqida gapiryapman. Biz bilmagan sohalar qanchadan qancha. Bu haqda ma'lumotlar, bitta kadr tayyorlash o'ylang 20-30 yil vaqt sarflayapti davlat. Pul sarflayapti, e'tibor sarflayapti, qancha mablag'lar sarflayapti. Aytdiga shu kadrlarimiz haqida, resurslarimiz haqida ma'lumotlar chiqib qolsa, tabiiyki buni olib ketish xavfi tug'iladi. Mana oldin gap bo'lardi, кто владеет информацией, тот владеет миром degan gap bor edi. Bu bugungi kundagi emas, bu oldingi asrda gap edi. Yaqinda internetda o'tirib qarasam, bugungi kundagi yangi ma'lumot deyapti. Kimda data bo'lsa deyapti, ma'lumot bo'lsa shu boshqaradi hamma narsani degan gap chishyapti endi. Pul ham emas. Hokimiyat qo'lida. Pul ham qolib ketdi. Hokimiyat ham qolib ketdi orqada. Hozir nima birinchi o'rinda? Hozir endi ma'lumotlar, ya'ni o'sha axborot ham emas, ma'lumotlar ustunga chiqdi. Axborot ham sizning aqlingiz mahsuli bu. Ma'lumot esa bu haqiqiy ma'lumot. Uni xohlagandek aylantirasiz. Misol uchun, mana Hamid Sodiq mana sohalar bo'yicha mutaxassis, mana sohalarni yaxshi biladi. Mana bu sohalarni kitoblarini yozganda haqida ma'lum bo'lsa, sizdan qanday sifatda foydalanish haqida taxmin kelib chiqadi. Bu odam mana bu yo'lda foydalansak bo'ladi. Demak, bu yerda turib boshqa mamlakatning fuqarolaridan foydalanish imkonini уже yasashni boshlaysiz. Bugun shunaqa davr bo'ldiki, tushun bo'lmayapti, odamlarni hayoli kelmagan haligi usul vositalar bilan kurash ketyapti hozir. Shuning uchun bugungi kunda shaxsga oid ma'lumotimiz bizning eng qimmatbaho resursimizga aylandi. Mana mamlakatimizda qayerda tilla konlari bor, qayerda brilliant konlarimiz bor, qayerda uran konlarimiz bor, juda sir saqlanadimi? Davlat sirga oid ma'lumotmi? Ulardan qimmatroq inson-ku, resurs-ku, shaxsga doir ma'lumotlar-ku. Demak, bunga ham hamdiki bundan keyin xuddi shunaqa munosabat boshlanadi endi. Shunday. Oldin aka, mana shu ya'ni xavflar masalasida va o'sha yangi davrga kirib keldik, nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Haqiqatan 2019-yildagi qonun nima uchun aktual emas ishlatilishi? Chunki aholimiz buni ko'pchilik bilmaydi. Faraz qiling, qishloq joylarda yashayotgan aholi. Bugungi kunda ularning muammosi o'zi nima? Ijtimoiy munosabatlar doirasidagi muammolar bilan o'ralashib qolgan. Yoki maishiy ham. Maishiy sohasida ham o'ralashib qolgan. Bugungi kunda shaxsga oid ma'lumot nima o'zi? Uni qanday himoya qilaman? Himoya qilmasam menga qanday oqibatlar kelib bilmaydi. Qachonki ular oqibatga yuz kelganda, ya'ni ertalab tursa plastikdan pul yo'qolganda, keyin shundagina yoki o'z-o'zidan qaysi bir bankda yoki qaysi bir xabarnoma kelgandagina keyin to'polon qilib, ayxonnos solyapti, to'polon qilyapti. Lekin ungacha-chi. Qarang, bugungi kunda hanuzgacha xonadon yurib, ayrim xizmatlar tomonidan shaxsga oid ma'lumot yig'ilishi bor. Patronaj tomonidan, ta'lim sohasida va sektorlar tomonidan bu bor. Hozir ham bu ma'lumotlar sektorlarda omborda yotibdi. Yoki mahallaning yettiligi. Bugungi kunda ular albatta o'zining hisobga olish bo'yicha har bitta yettalik vazifasi bor. Ular ma'lum ma'noda hududdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar to'g'risida ma'lumot oladi, ishlaydi va tegishli bazalarga joylashtiradi. Ana shu bazalar himoyalaganlik qancha? Chunki xabarimiz bor, aynan himoyaga ehtiyojmand insonlar va tegishli daftarlarda turiladigan ma'lumotlardagi to'liq bazalar ana shu
xizmat xodimlarini qo'lda saqlanyapti, ishlayapti, tegishlicha davlat tomonidan imtiyozlar berilyapti, lekin ular xavfsizligichi. Ana shu xizmatda ishlagan o'sha kuluvchi bor odam ishdan bo'shasa, u kuluch qayerda qoladi? U kimga beradi? Va u kuluch bekor bo'ladimi? Ertaga u ishdan chiqib ketsa, to'g'ri, ijobiy chiqish mumkin, norozi bo'lib chiqib ketsa-chi. U norozi orqali u bo'yicha ma'lumotlarni shaxssizlantirish yoki o'zini manfaati yo'lida ishlatmaslik kim kafolat beradi? Bu qanday narsa mas'uliyat yuklangan? bu mas'uliyat, bu bor narsa. Bu bugun erta bo'lmasligi mumkin, indinga bo'lishi mumkin. Siz aytgandek, shaxs bilan bog'liq katta ma'lumotlar bazasi aytgandek ishlash jarayonida biz nima uchun uni himoyasini qilmayapmizki? Chunki bular oddiy masala sifatida qaralyapti-da, qiymatini sezmayapti. Ertaga kimdir kelib turib, mingta korxonasi bor odam kelib turib, shu siz aytgandek 10 mingta birinchi qon gruppasiga ega shaxslar ro'yxatini $10,000 ga sotingda desin-da. O'z-o'zidan tarmoqda shu narsa kengayib, narx paydo bo'ladi. Unga harakat ham qilishni boshlaydi. Oddiy misol, menga birinchi yoki donor sifatida eng kamyob qon guruhi oid tibbiy bazadagi ma'lumot bu shularni menga yig'ib bergin. Mana xizmat haqing desin. Qiziqib beradimi? Ular bo'yicha ehtiyoj bor, u bo'yicha u qancha ma'lumotga ega bo'lish mumkin? Yoki bo'lmasa avia tarmoqlarda kim mana shu 5 yil ichida kim qanday uchdi, qayerga uchdi? U katta bazada ba'zi ma'lumotlar bor. Ayniqsa hozir birinchi o'rinda raqamlashtirish sohasi shaxsga oid ma'lumotlarning himoyasini kuchaytirishimiz kerak tibbiyot sohasida. Chunki tibbiyot sohasida raqamli qilib, haligi nimani internet orqali yozasan, tibbiy xulosani yoki ro'yxat turasan qilib kirgizyapti. Ya'ni xonadonga bormaysan-da, o'sha baza orqali o'chirib turasan, yo'llanma olasan, raqamlashtiryapti-da. Telegramdan beramiz ma'lumotlarni. Tashlab beramiz. Ana shu idoralari ham hattoki uzr gapingizni Telegram orqali tashlatadi. Bu Durovda turibdi. Durovda turibdi, qaysi mamlakatda turibdi? Bu O'zbekiston haqida hozir mana prokuratura ham, boshqa idoralar hammasi shu Telegramdan yubor, menga rasmini yubor, videoga olib yubor deydi. Bu rasm, ma'lumot qayerga borib o'tiryapti hammasi. Unga yetib borguncha oldin qayerga eshikka kirib, keyin boryapti bu. Buni o'ylanadigan vaqtlar keldi juda ham. Iqbol aka, bu yerda Jahongir aka bir oxirgi savol sifatida nima qilay? 1 soat bo'libdi, qanday o'tib ketganini bilmadik. Nima deb o'ylaysizlar? Balkim bu boshlang'ich sinfdan boshlashimiz kerakdir, boshlang'ich sinfda qandaydir informatsion gigiyena darslari bo'lish kerakmi? Endi bu vaqt keldi. Boshlang'ich o'sha birinchi deylik ongini tanib boshlagan payti qandaydir tushunchalarni berib, men hozir hech qo'rqmasdan aytishim mumkinki, o'sha 6-7-10 yoshlarida menimcha qo'lida o'sha kompyuter va undan axborotlarni qanday saralash masalalari, o'ziga tegishli axborot masalalarini menimcha o'rgatib boshlash kerak. Biz Hamid aka ko'p joylarda ko'ramiz, oddiy yo'l harakati xavfsizligini ham boshlang'ich sinfdan o'rgatsamikin degan savol chiqqanda, nima uchun deganda statistika bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi qurbonlari, shu hodisalarning qurbonlari soni ko'paygandan so'ng hech bo'lmasa piyodalarning huquqlari, haydovchilar huquqlarini bog'chadan, maktabdan o'rganaylik degandagi shu xavf borligi uchun keltirib chiqardi. Raqamlashtirish kirib boryapmizmi? Uni albatta salbiy taraflari bor. Ulardan xavfsizligini uchun ilk bor boshlang'ich elektron hisoblash bo'yicha boshlang'ich darslar o'tiladi 9-sinf, 8-sinfda. Hozir ham bor informatika darslari. Informatika deb qo'yilgan. Juda ham eski u yerda. Mayli, ana shu informatika asosini bugungi kunga keltirib raqamlashtirish, sun'iy texnologiyalar alifbosi bilan boshlaylik. Mana siz aytgandek xavfsizlik va tartib qoidalari bo'yicha o'rgatmasak, etika va madaniyatni buni kodekslashtirish davri ham keldi. O'sha qanday foydalanish. Mana oddiy hozir mana bu yerda ham aytaylik Wi-Fi dan foydalanadi, to'g'rimi? Wi-Fi degani mana shu yerda kim ulangan bo'lsa, o'shadan chiqayotgan ma'lumot hammasini o'sha o'zida ushlab qoladi u. Ushlab qolib, keyin aytilgan narsani beradi. Demak, bundan foydalanish tartibini ishlab chiqish kerak. Ya'ni bunaqa saytlarga kirish mumkin emas, bunaqa ma'lumotlar to'plash mumkin emas kabi bu endi kundalik ishimizga aylandi hozir. Buni hamma joyda o'qitish kerak davri keldi endi. Ichida shaxsga oid ma'lumotlar esa eng qimmatligi. Mana aytaylik, men o'zim ham men haqimda ma'lumot qayerdadir aylanishni xohlamayman. Meni kimdir o'qib, manaqasi bor ekanda buni, manaqa ekanda bu odam deb, oila a'zolarim haqida mana hozir ishga borgan joyimizda aytayotgan obyektiv orqasiga oila a'zolarimizni qo'shib beramiz, bo'lmasa buni ham qo'shib bering deydi. O'zi qonunni buzyapsan talab qilish bilan mendan.
tushunmaydi hali u narsani. Ya'ni tartib shunaqada, biz shunday bo'lib kelgan deydi. U tartib u ota bobo zamonida bo'lgan bu. Bugun davr kelib buni taqiqladi qonun. Meni ishga olyapsan, faqat men haqimda so'raysan. Meni otam kim, onam kim, bobom kim, xotinim kim, bola chaqam kim qayerda o'qiyapti, qayerda yashayapti, shunga javob beramizmi? Hamtaga to'g'rimi? Qaynota ish joyi, yashash uygacha yozib beramiz. Bo'lmasa ishga nima aloqasi bor buni? Men ishga kirayotgan bo'lsam bo'ladi, nima aloqasi bor deb. Ana shu narsani hozir endi haligi anglab yetdiki, bu ortiqcha ma'lumot to'plashga aylandi endi. Mana hozir ortiqcha ma'lumot yiqqani uchun ham javobgarlik bor. Nima uchun sen haligi talab, mana bir paytlar aytardi, soliq idoralari tadbirkordan ortiqcha ma'lumot yiqqani uchun ularga javobgarlik qilindi. Bu ham shaxsga doir ma'lumotlar, yuridik shaxsga doir ma'lumotlar bular. Endi hozir jismoniy shaxsga doir ma'lumotlar. Bu haqda ham endi buni ham yig'ish mumkin bo'lgan organlar bor. Qachon yig'adi, nima yig'adi, bunda yana kelgusi nimalarni gaplashamiz. Bu ham qiziq. Aytaylik, kimdir mana shaxsga doir ma'lumot berish mumkin emas ekan, sizga bermayman deb qolib, hali noto'g'ri fikr bildirib qo'yishmasin, chunki buni o'z organlar bor. Kim keladi, qanday oladi sizdan, lekin uni ham olish tartibi bor. Uni ham bilib olishimiz kerak. Uni ham haligi proizvol qilib ko'rda va qanday seyfini ochish deb yo'l qo'yib berish kerak emas. Keling, tartib bor, qonun bor. Qonun bo'yicha mana operator deb turib, shunaqa qilib madaniy ishlashni o'rganishimiz kerak. Shunday. Iqbolning aka, sizda qandaydir qo'shimchalar bormi? Katta rahmat Jahongir aka, Iqbolning aka. Bu oxirgi ko'rsatuv emas, mening nazarimda hozir qaysidir ma'noda nazariy jihatlarga to'xtaldik ko'pincha va bizda huquq sohalari bo'yicha ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Jinoyat huquqida informatsion xavfsizlik va informatsion jinoyatlar, ma'muriy huquqda xuddi shu. Fuqarolik huquqida boyagi shartnomalar, tadbirkorlik huquqida yoki bo'lmasa xo'jalik huquqi degan alohida huquq sohasi bor. Oila huquqida, bank huquqida, soliq huquqida alohida huquq sohalari bor, moliya huquqida. Bular hammasida o'sha nimalar, informatsiya bilan bog'liq, informatsiyalarning huquqiylashuvi bilan bog'liq masalalarni alohida amaliyot nuqtai nazaridan ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Balkim shu soha mutaxassislarini ham taklif qilamiz. Bankdan 3 kishi bo'lib, 4 kishi bo'lib bularni muhokama qilish imkoniyatimiz bo'ladi. Jahongir aka, Iqbolning aka, tashrif uchun katta rahmat, vaqtingizni ajratib kelganligingiz uchun va yana kutamiz. Men hozir aytgan bo'lardimki, sizlar jamiyat oldida majburiyatingiz bor endi. U boshqa imkon yo'q. Nafaqat kutamiz, balki talab qilamiz desak ham menimcha sizlarga og'ir botmasa kerak. Tashrifingiz uchun rahmat. Azizlar, shu bilan ko'rsatuvlarimizni yakunlaymiz, lekin bizni kuzatishda davom eting. Boshqa ko'rsatuvlarimiz va keyingi kun rejalarimiz ham bor. Xayr, salomat bo'linglar.